Hammaga assalomu alaykum. Koreyachilar, Koreyada ko'rib turibsizlar, Kojedo shahrida yomg'ir juda ham necha kundan beri to'xtovsiz yog'yapti, suv toshqinlari bo'lyapti. Men mana shu sohada yurganim uchun sizlarga bir ikki og'iz maslahat berib o'tib ketaman. O'sha Kojedo tomondan mashina chiqsa, arzon chiqib qoldi, arzon ekan deb olmang. Siz mashinani yaxshi tushunmaysizmi yo yaxshi tushunadigan tanishingiz yo'qmi? U tomondan mashina olmagingiz ma'qul. Nima uchun desanglar, o'zi suv toshqinlari bo'yotibdi, domlarda tagida, parkovkalarda, ko'chalarda mashina suvning ichida suzib yuribdi. Bu mashinalar juda ham arzonga chiqadi, 1-2 kundan keyin ko'rasizlar. Lekin bu mashinalarni haydagandan ko'ra haydamagan yaxshi. O'shaning uchun o'sha tomondan mashina olmaganlaring ma'qul. Keyin mashina olmoqchi bo'lsanglar, agar yaxshi bir ishonchli joylarga murojaat qilganlaring ma'qul. Bizlar ham sizlarga ishonchli, sifatli va garantiyali mashinalarni taklif qilamiz. 24 ga 7 aloqadamiz. Mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqaveringlar. Reklamani ham tiqib yubordim. Zo'r bo'ldi.